Ekranlıqı qədərli görənlər, yaxşımısınızlar? Sabah köy proqramımızın yeni san arqılıq sizlərlə didarlaşqanlığımdan intayın xursəmən. Şu tap texnoloji buladığını Şinjan Sabah Mədəniyyət Axtı çək şirkəti işləyən Şinjan Mərifət Elektron Söz çək şirkəti tacdarlığını ağan Sabah köy proqramısı. Mən riyasətçi dostlarla Nazgül Tursuncan. Hər günü bir yeni köy texnoloji buladıdı. Yaxtırıb görüşənlərini qızğın tavsiyə qılımən. Səhnəmizdəki bu jigit bolsa özünün rənciməyəm degan nağısı insanlar buluş gerek dostlar. Ani şunun oxşaş nurg'ulgan muhabbati kuyları arqılıq həm yan plastinkalar arqılıq hər millət xalqiga ma'naviy zo'q bag'ishlab kelayotgan yosh naqshchi Abdug'ani. Abdukim, qarshi olamiz Abdug'ani. Rahmat. Qani ekrandagi do'stlarga maylangi bir salomimiz yo'llaydi. Salom hurmatli azizlar, sizlar bilan sabah ekrani orqali yuz ko'rishganligimdan to'limi xursandman. Hammalarga omonlik yer bo'lsin. Rahmat. Abdug'ani, burun odamda naqshingizni jiq anglaydiq. Masalan, shu ranjimayman degan shu plastinkadagi necha naqshingiz muhabbat qatorliq naqshlaringiz pek jiq do'stlarning yoqtirishiga erishgandi. Hatto mening shuna bir esimda bor, bir qatam shu qarmayman uchun bir uzun avtobusga chiqqan vaqtimizda shu yerda ranjimayman degan naqshingizni takror qo'yiva dedan shunlar bek qalama. Raslikin kallamı bek sınıp gidip gitken. Hem bu naqshingiz mı aşağı qilqi uzun yo'lligimi bek mos keldigan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. O'zim ilqi jiroq ketdim degandek. Ketdim degan safarga mos kelgan bo'lgan. Shon safarga bek mos kelib deb o'ylab qoldim. Undan keyin bir mezgil yo'qolib ketdingiz. Siz qaysilar bilan shug'ullangansiz? Men hamda shu ekran oldida yo'qolib ketgan bilan xalq orasida yo'qolib ketmadim. Yani davomli naqsha etish bilan. Har qaysi yurtlarda shu takliflar bilan xizmat qatnashib kelyapman. Naqsha etishni yaxshi ko'rasiz. Bu naqshsiz yashamayman. Undaqdan bu so'zingiz bek ching degan bo'ldi. Undaqda Abdug'ani bizning shu sabah köy programmamizda biz yangi kuylar bilan ko'pchilik bilan diydorlashib keldik. Bugunkisi yangi kuy. Ijodiyatingizmi yoki qanday? Ijodiyat. O'zingizning ijodiyatimi? Tekstini, muzikasini o'zim yozgan. Bu yangi kuyimizning ismi Shodlig'im sen. Izchilamda mushu yoshlar orasida sal muhabbatga erishamay sal tushkunlik bo'ldigan naqshlar jiqlab ketibdi-chu. Sal g'am jiqraqda, uningda og'irnish jiqraq. Del to'g'ri topdingiz. Hozir siz qarasam shodlig'imsan deganingiz bek xo'shib ketdim. Qopgan yurayversak bu muhabbatga erishaman deb og'irnayverganda uning tirishib baqinimiz yaxshiroqda. Shun sizning ma'noyliqi shodlig'imsan degan temangiz menga bek yoqdi. Ras, bugun kayfiyatim shunda xo'shal. Men bilan ko'rishibmi? Ham shu. Hamma naqshimni bir xil xo'shallik naqshi o'g'achqa. Bir xil ko'pchilikka xo'shallik tuyg'uni berish uchun naytdi. Davomli xo'shalman turibsizda. Bugun boshqacha. Shunday bir xo'shal kayfiyat, sog'lom turmush har vaqt yor bo'lsin. Hamsa shodlig'imsan nomli bu naqshiga birlikda jo'r bo'laylik. Marhamat.
adığını rəhmət. Həqiqətən bir elə tez tanış kildiğən bək coşqun naxşı bu, hə? Şu həqiqətən həmməylərini özünüzün naxşılan təng bir xil şadıman, yaxşı bir ruhi halət, yaxşı bir keyfiyyətə ib kirginizə. Rəhmət. Sizga rahmat. Bundan keyin yana qanday bir planlarınız var ki, məşə sahədə, kəsbi sahərinizdə? Ko'pchilik uchun salomat bo'lsam, yana ko'p naqshlarni az deganda 100dek naqshini mush qisqa vaqt. Bək azğı bu 100 degan, mən bir tal ikki tal demdiki sen 100 yil dedinizmi? Bir qancha yil ichida demakchi. Yanchiqda chiqqan, ha? Chiq. Yanchiqda chiq. Bo'ladi. Demek hem demiş şu sabahki səktimiz bu, mənim sizə oxşaş yürükədə otu ba, avazda naqşları ba, məşində yaxşı sənətkarlarını əlbət qarşı aldı. Yeni naqşlarınlar məşə sabahkimiz arqılıq tarqalsa, texmi yaxşı emasmı? Doğru mu? To'g'ri deysiz, bu sabah ekrani bizdek ekran oldiga chiqib bo'lmayotgan san'atkorlar shunaqla yangi yetilayotgan bizning ko'p iqtidorli mushmoyirlarimiz uchun bir yaxshi sahna bo'libdi. Mush ustozlarga ko'pdan ko'p tashakkurimni bildiraman. Rahmat. Sizin bununki işleriniz texmi yaxshi bo'lsin. Rahmat, birga bo'lsin. Endi miyada bir munda bir ko'zoynak baqirang. Bu nim ko'zoynak desiniz, endi bizim programmamizni endi Şinjan Ma'rifat elektron so'z tekshirishni qo'llab kelayotuvchi bular endi har xil siz o'ylab baxmagan bir narsalarni ishlab chiqardik ekan. Kompyuterlar bor, xil narsalar. Endi mo nimga desiniz bunu men taqab bag'aya. Gradus bormi yana? Yo'q, gradus yo'q-ki. Va siz texim bir xil yo'riq ko'rinib ketdingiz. Mo endi nimga desiniz bu kök nurluq to'sish ko'zoynagi ekanchu. Endi buning qiliqi fulizi deb qo'yganmiz. Mushundaq unum qo'shilgan ekan. Buni endi masalan taqib olgandan keyin kichik bola bo'lsin yoki cho'nglar bo'lsin, men taqib olib kitoblarga qarasak ko'zimiz talmaydi ekan. Aniki xilma-xillarga fushalarniki oldin oladi ekan, radiatsiyalarniki. Andan keyin buni taqib olib, masalan, televizor ko'rsak yoki shu vaqtlarda ko'zimga qo'ygan bismini ojizlashtirdi ekan. Buniki unumback yaxshi kesin taqib beraman. Ko'z asrashda foydasi ko'p ekanda buni. Masalan, kun nurining bo'lsin yoki infraqizil nur bo'lsin, har xil radiatsiyalar bo'lsin, shuningdan professorlarga o'xshadingiz. Bas shuni o'xshab qolgandek turmaysan. Demak, hamda mushkil ko'z asrash ko'zoynagini hamda balalarimizning hozir o'qish bismi yuqorilayotgan mezgillarda shunday bir ko'zoynaklarni taqib olsak, ular kitob ko'rgandan keyin ko'zlar taldigan yoki yashang'iraydigan mushta ahvollarni oldin og'il bo'lgan do'stlar. Hozir ko'zni bak jiqishiltirgan, to'liq telefon qaraydigan. Bu telefon bakcha qaraymiz emasmi? Ko'zniki bisim bak eg'irlab ketdi. Shunga mushta vaqtlarda biz shunday bir apchil bizniki turmushimiz qulaylik bo'lgan. Shunday uskunlarga ehtiyojimiz bo'ldi ekan. Do'stlarimizga shuni tavsiya qilib, uni boshqa yana nurg'un iqtidorli bir xil kichik do'stlar bor ekan. Agar ham shu ma'rifatlik ishlab chiqargan xil mahsulotlarni tushunib olmoqchi bo'lsanglar, yana program guruhimizga aloqalasanglar bo'ladi. Ko'pchilik adığınız sizga rahmat. Sizga rahmat. Endi ko'zoynakni qo'qiyamdiq ya, taqib. Berasizlar, menga yarashgan. Tamam, men ma'rifatlikdan bir so'ray. Bo'ldi, sizmi ko'p ijodiyatlar bilan shug'ullanaman, da'vatsiz, yoki 100 ijodiyatni maydon keltirish uchun ko'zingiz maqchan tang charchaydi. Bo'ldi, sizga bir sadiya bo'lsin. Chaqchaq qo'ysam rost berasiz. Sizga mi yarashdi? Qadrli do'stlar, bunaqda bu sam programmamizni biz mana shunday ahamiyatli mazmunlar bilan oxirlashish oldida turyapmiz. Atki mazmunlarimiz texim sarxil, amsa adığını birlikda ekran orqasida xo'sh tamdiq. Xo'sh do'stlar, ayt ko'rishaylik. Xayr xo'sh.